Tarixim esimga tushib ketdi. 2015-yil National xalqaro aktyorlik litsenziyasini olganimda sinfdoshlarim aytganda, aktyor bo'lyapsiz-da, endi bitta kinoda ish bo'lmasa, qochib qol deb o'tib ketsangiz ham kadrda ortida deganda. Shunday. Qochib qol. O'sha yaqinda kinomiz chiqadi. Borma og'rida chiqadi. Nima bo'lyapti deb. Yo'q, qani o'sha hayterladimi? Kommentariyada yozib qoldirsin. 5 kunda 5-oyda Good Boy JTBC da hamda Amazonda bo'ladi. Zo'r. Inshaalloh. Aka dasat qo'yib bering. Bo'lajak porloq yulduzni qayoqdan tanisi? Porloq yulduz. Avvalo odam o'zini salohiyatini o'zidan boshqa hech kim bilmaydi-da. Kimdir faqatgina o'qish taraflama keta olmaydi. Kimdir faqatgina ish bilan o'qish miyasiga qabul qilmaydi. Shunday. Misol men O'zbekistonda necha yil bo'ldi mana? Qarang, 10 yil oldinmi-ki, 15 yil oldin Koreyaga boraman, kinoda o'ynayman deganman. Hozir mana Good Boyda o'ynadim, undan keyin Dayrojiljini, yo'l saji Sanyanke Diltu, ular qatorlashib ketdi. 7 ta, 8 ta. Ertaga ham Knock Off degani. Koreyada birinchi o'rinda turadigan bola bor, ana shuni kinosi. Ikkinchi o'rinda Kalmar o'yinidagi bola turadi. Birinchi o'rinda kimligini yozinglar izohlarda. Ana shu bolada epizod massovka deyiladi. Ana shu o'ynagan. Men o'zim salohiyatimni shunda ko'rganman. Mana keldim 2018-19 o'qiganman, bitirdim. Mana shuncha yillar ishlab kelyapman. Bu bola o'zini salohiyatini o'qishda ko'rgan. Kimdir ishda, kimdir biznesda ko'radi. Mana Hoji akamiz faqat biznesmen. Shunday. O'zing bilasan, meni qanaqangi yaxshi aktyorligimni. Boyim bilan Papu sen mashhur aktyor bo'lasan deyshadi.